Yeni yavru prezidentimizga nima ketganini qo'llab-quvvatladi. Hozir yana o'sha Belarusda nimalar ishlayapti. Biz ko'p narsa olamiz Belarusdan. Mana shu nimadan Navoiy tog' metallurgiya kombinati bor. O'sha nimadan butun nima bo'yicha shu nimasi katta bo'lib biz oltin ishlab chiqaradigan to'rtta davlatning bittasi hisoblanamiz. O'sha asosiy eksportimiz oltindan katta davlatimiz oltindan o'sha oltinni ishlab chiqaradigan nimadir. Buni juda kattaligini chuqurlikdan olinadi. Shu tog' o'sha nimalarni hammasini ikkita davlatdan olamiz biz. O'shaning katta samosavarimiz, ular hammasini kattaligi nimalarni belazlarni biz Belarusdan olamiz, lekin bir marta nimaga chiqib ketsak ham uni shinasini almashtirish kerak. Uni shinasini o'zi hani nima deydi, bitta bizani nima deydi shu bitta nima bilan tengda ham juda katta mashinalar ular. Yani nima deydi, o'zimizdan yuk mashinalarni olsak bo'lsa bitta shinasini o'zi bitta g'ildiragini o'zi to'rtta mashinaga to'g'ri keladigan nimalar juda katta qimmatlarga olamiz shu. Germaniyadan olamiz biz. Endi belazlarga o'rganib qolganmiz. Belazlar nima deydi, issiqqa sovuqqa chidamli mashina bo'lgani uchun ko'proq shu Belarusdan olamiz. Biz endi hozir nima qilib o'tiramizki, shu Belarusni ham nimaga tortmasin deb odamlar juda ajoyib ekan, o'zimizga o'xshagan bunaqa samimiy odamlar ekan. O'shani ham urushga tortmasin deymiz, chunki biz ko'p narsa olamiz Belarusdan, ko'p narsa ularga sotamiz. Hozir keyin ular nima qo'ydi, shu biz O'zbekistondan qancha odam kelsa joylashtirishga tayyormiz deb. Chunki urushda eng ko'p zarar ko'rgan nima hisoblanadi, aholini nimasi ularni kamayib ketyapti aholisi. Tug'ilish kam, aholi kam, o'sha nimada endi ularni bevosita o'sha nimasi respublika rahbariyatini gaplashgan paytimizda bizga ish kuchi yetmaydi. Joy bor, ish joyi, ishchi yo'q. Shuning uchun bizda hozir katta partiya bo'lyapti, olgan nimalarimiz, odamlarimiz agar nima qiladigan bo'lsa, ular nimada joy qabul qiladi. Faqat biza o'sha nima deydi, ularni ishlab bersak bo'ldi, mayli oyligini ham beramiz deb, biz endi odamlarimiz norozi bo'lyapti-da, endi Rossiyaga qaraganda kamroq to'laydi-da ular. Lekin aytyapti, biz Rossiyadan ko'proq qilib beramiz deydi. Bir ko'rsatinglar, bizani ishontiringlar, undan keyin biz tayyormiz bunaqa ishga. Odamlarimiz ko'pchiligi hozir Yevropaga ketyapti, nimaga ketyapti? Oldin faqat Rossiyada, hozir Rossiyada hozir ham 2 milliondan ortiq odamimiz bor. O'sha uchun biz nima deydi, shu Rossiyaga ham tinch berishini tarafdorimiz, odamlarimizni o'shalarga nima deydi, ishlashi, nima qilishi uchun sharoit berish uchun. Ko'plarni xalqning ehtiyojini qoplashimiz kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Va endi sizlar ko'p vaqtlaringizni olmay, nima taqmay, agar biror bir masalaga biladigan bo'lsa, o'tirishni ajratishda men tayyorman. Nima deydi bana, bu yerda budjet, iqtisodiy masalalar manda senat